Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Xo'p, mana bu traktorimiz dizelli traktor. Ko'rinishi mana shunday ko'rinishda, akkumulyatori yo'q, statori yo'q. Mana stator joyiga qo'yib bo'ladi. Bunaqa traktordan bizda ko'p aka. Mana shular hammasi traktor. Yashida yig'ilmaganlari ham ko'p, soni ko'p, turi ham ko'p. Xo'p, mana shunday qilib tikka qilib yig'ib olganingizdan keyin traktorda birinchi o'rinda mana bu motor qismiga yozgi kunida 20 ga 50, qishda 15 ga 40 dizmaslar. Boshqa hech qanaqa moy qo'yib bo'lmaydi, faqat dizmaslar. Hozirgi kunda 15 ga 40 dizmaslar so'rasman yerga. 1 litr 400 gram ketadi siznikiga. Yerga motor mana motorning chasiga 1 litr 400 gram moy ketdi boyagi kurchokdan. Endi mana bundan bu reduktorga bu yerga 1 litr 2 litr 500 gram 2,5 litr moy solasiz bu yerga. Gipayt solasiz. 85 ga 140 gipayt solasiz. Bu ikkalasini solib bo'lgandan keyin traktor mana shunday tikka bo'lgandan keyin mana bu kelgan glavniy trubkani yechiladi. 17 voltda bo'ladi. Bu yechilib bu yechilgandan keyin mana bu gidrokompensator bosilib turiladi-da, bu yerdan tortiladi. Zavodlar bilan tortiladi. Tortilgandan keyin mana bu salarga sepishni boshlagandan keyin qaytarib joyiga qaytarib qotirasiz. Buni hozir hamma ishlarini qilib bo'lganmiz. O'zlarimiz mana klientga sotilishi uchun bu yig'ilib, tayyorlanib, moylari hammasi quyilib bo'lgan. Zavod qilish uchun mana bu glavniy ruchka bu tortiladi, qisiladi bu. Buni qisilganning sababi mana yerda zaslonkani ochadi mana. Xo'p, dizel bo'lgani uchun gaz oxirigacha beriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Buni tortganimizdan keyin qattiqlashganda buni klapan qisilgan bo'ladi, gidrokompensator bosamiz. Endi bismillah. Bu zavod bo'ldi aka, bittada. Dizelni zavod qilish qiyin narsa emas akajon. Mana bu ruchka qisiladi, bu yoqish uchun ham, o'chirish uchun ham shundan foydalanasiz. Dizelda iloji boricha gazni oxirigacha ochiladi. Zavod qilishdan oldin. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Klapan qisdi, klapan qisgandan keyin zavod qilishimizga oson bo'lishi uchun mana bu gidrokompensator bosiladi. Mana aka. Zavod qilish oson, qiyin narsa emas akajon. Yaxshi harakat qilsangiz bo'ldi.